Navbatdagi misolimiz 21-misol bo'lar ekan. Xullas bu. Mana 21-misolda nima deydi? Aytilyaptiki, platformaning massasi 70 kilogramm bilan 50 kilogramm. Platformaning massasi 50 kilogramm, odamning massasi 70 kilogramm deyapti. Odam 70 kg, mana tagida turgan taxt tabaxtalarning massasi 50 kg. Shu platforma bilan odamni o'zini ko'tarish uchun, shu odam ham o'zini ham platformani ko'tarish uchun qancha kuch bilan tortish kerak degan savol qo'yadi. Mana shu tizimda odam o'z kuchi yordamida yuqoriga ko'tara olishi uchun qancha kuch bilan arqonni nima qilish kerak? Tortishi kerak degan savol qo'yilyapti. Endi qaraylik. Birinchidan, odam agar arqonni F kuch bilan pastga tortsa, o'z-o'zidan arqondagi taranglik kuchi ham F ga teng bo'ladi. Chunki bitta qancha kuch bilan tortsang, bitta ham o'sha taranglik hosil bo'ladi. Keyin mana yerda taranglik, bu yerda taranglik bo'lgandan keyin ikkovi qo'shilib mana yerda nima bo'ladi? Ikkita taranglik bo'ladi. Mana bu g'ildirakchaning tepasi boshqa ip-ku. Mana yerda ikki taranglik bo'lsa, o'sha ipni bu tarafdan nima bo'lishi kerak? Ikki taranglik bo'lishi. Endi e'tibor qiling. Mana yerda bitta ikkita taranglik kuchi bor, mana yerda ikkita taranglik kuchi bor. Shu ikkita taranglik kuchi nimalarni ko'taryapti desa, platformani va odamni ko'taryapti deb javob berasiz. Ikkita nima? Ikkita taranglik kuchi bor. Yo'q, ikkita emas, ikkita. Ikkitadan ikkita. 4 ta bo'ladi. Ha? 4 ta taranglik kuchi bor. Bu yerda ikkita, bu yerda ikkita. 4 ta taranglik kuchi M platforma qo'shilgan M odam J ga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda masalan ko'pchilik aytadi, domla deydi platformaga emas, bu bunga ta'sir qilyapti deydi. Endi bu boshqacha ham o'ylasang bo'ladi. Mana hozir platformaga masalan men bu tarafda T bor, bu tarafda 2 T bor, 3 T demoqchi bo'ladi, to'g'rimi? Lekin qarang, mana bu ip taranglik kuchi odamni ham ko'taryaptimi? Mana u T platformaga ta'sir qilsa, mana bu odamga ta'sir qilyapti-da. Bittata, ikkita, mana ikkita bilan baribir 4 ta bo'lmaydi. Odamni o'sha arqonni pastga tortganda ham vazni biroz bo'lsa ham kamayadi. Taranglik kuch qancha bo'lsa, nima qiladi? Shunchaga kamayadi. Tushuntirilyapmi? Baribir masalan 4 ta deyishim kerak-da. Chunki odamni ham ko'taryapti o'sha bitta. Shu ikkovini qo'shib nima deyapmiz? 2 ta. Bu yerda 2 ta bor, bu yerda 2 ta bor, qo'shilsa 4 ta bo'ladi. O'sha 4 ta platforma va odamning umumiy og'irligi bo'lishi kerak. Teng bo'lishi kerak agar harakat qanday bo'lsa, tekis harakat bo'lsa. Odam platformani tezlanuvchi harakat qilib ko'tara olmasa kerak, to'g'ri? Savol. Ya 23-misol. 23-misolda taranglik kuchlar so'raladi. Shu chizmadagi holat uchun taranglik kuch qanchalik deb kuchlarni joylab chiqdi. Men bu yerda M2 6 kg, M1 4 kg-ku. O'z-o'zidan baribir qaysi taraf tortib ketadi? 6 kilolik taraf tortib ketadi. Bu 10 kilolik yukka farqi yo'q. Ishqalanish yo'q. Qaysi tomon zo'r bo'lsa, o'sha tomon ketib qolaveradi. Ishqalanish yo'q, to'g'rimi? 10 kilolik uncha ahamiyati yo'q. Endi agar 6 kilolik baqara tortsa, uni tezlanish pastga bo'ladi. Shuning uchun 6 kilolik uchun yozamiz. M2A teng M2J minus nima? Minus taranglik. 2. Endi mana bu uchun yozamiz. MA teng bo'ladi T2 minus T1. Endi bu uchun yozamiz. M1A teng bo'ladi T1 minus M1J. Ya alg'ida qo'shishdi. Bu tarafda A bo'lmaydi hech qachon. Nima deb yozib olasanmi? Tezlanish kerak kuch nisbat, teskari yo'nalgan kuch manfiy ishora bilan olinadi. Tezlanish yuqoriga qarabda ketadimi hammasi? Mana bu jism tushsa bular tomosha qilib o'tirmaydi, to'g'ri? Ip bilan baylangan. Bu pastga tushsa mana yonga yuradi, bu tepaga yuradi. Bu yonga yurganchida mana teklik plyus bo'lyapti, temir minus bo'lyapti. Temir orqaga. Bu yerda esa mana temir yuqoriga yurgancha plyus bo'lyapti, M1 ga pastga bo'lgancha minus. Shu yerda qo'shib olsang M2 minus M1 A teng bo'ladi M2 minus M1 nimaga?
Şöyle. Tamam. Qo'shib olganimizda qaranglar, 3 ta tenglamani qo'shib oldik, bir atom. Tabar bilan tabar ketib qoldi. Ilsik bilan ilsik ketdi. Oxirida bo'ladi. To'rtdan A'ni topasan. M2 6 edi. M1 4 ko'paygan 10 taqsim 6 qo'shilgan 10 qo'shilgan 4. Bir chiqib qoldi. To'rtta hisoblabdan bir chiqadi. Tezlanish 1 ga teng bo'lsa, tenglikni topish uchun nima qilasan qaraman. M2 6 mana tenglamagan. M2 6 6 karra 6 teng. M2 60 bo'ladi va J bo'ladi. M2 J 60 minus teng. Teng qancha chiqadi? 50 4 chiqadi. Yana qara. Mana 10 ko'paygan 1 teng 54 minus 1. Qancha bo'ladi shunda? 44 bo'ladi. Chunki 10 chiqishda 54 dan qancha yasiz kerak? 44 da. Yasiz kerak. Tabar. Teng 54 tabar 44. Tushundira oldim? Yechimda jabr katta qo'pol misolga o'xshashi mumkin. Lekin sen har bir jism uchun alohida o'sha ema barobar deb tenglama tuzib olsang, nima bor? 10 ta jism bo'lmaydimi? Bu yerda 3 ta bo'lyapti, to'g'ri? 10 ta jism bo'lmaydimi? Har bir uchun mana asosan tenglamasini tuzasan, keyin qo'shib olsang yoki ayirib olsang, albatta talardan qutulasan. Chunki te shunaqa narsaki, qayerdadir albatta minus bo'ladi va qayerdadir albatta plus bo'ladi. Har doim bitta t qayerdadir plusga ishlasa, boshqa albatta qayerdadir minusga ishlaydi. Chunki u Newtonning 3-qonunidan tug'ilgan narsa-da bu. Newtonning 3-qonuni aks ta'sir qonunidir. Qayerdadir plusga ishlasa, boshqa joyda albatta minusga ishlaydi. Kimnidir oldinga tortsa, masalan, buni oldinga tortadi, plusga ishlaydi. Kim qayerdadir minusga ishlagan, mana bu yerda minusga ishlaydi. Buni orqaga tortadi. Buni oldinga tortsa, buni orqaga tortadi. Yoki mana yerda buni oldinga tortsa, mana buni orqaga tortadi. Shuning uchun talardan qo'rqma, baribir ular yo'q bo'ladi. Yo'q bo'lmay iloji yo'q. Har bir birinchi marta tenglama qilayotganmiz yo'q, to'g'ri? Hamma joyda. O'zi 20 ta savollar bormi? Doskaga qaraymiz. Gaplar ketyapti. Sistema 2 metr sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanadigan bo'lsa, F kuch nimaga teng degan savol qo'ydi. Ikkinchi jism uchun yozamiz mana bu uchun. A masga M2A barobar F plus M2J minus tarang. Minus tarang. Bu uchun yozamiz. M1A barobar taranglik minus F chiqaramiz. Hozir tezlanish yo'nalishida bu kuch va qarama-qarshi bu kuch. Endi yerdan A ni bergan F ni so'raydi. Bitta qo'shib olsang, M1 plus M2 A teng bo'ladi F minus F chiqaradi. Plus M2 minus F chiqaradi. Bilan endi masalan mana yerda o'zida F topsak bo'lmaydimi desang, bo'ladi, lekin tana bilmaysan. Ondan ko'ra qo'shib ol, talardan qutulasan. Keyin F chiqaramiz. Nimaga teng desa? Mu M1 J. Xullas, F chiqaramiz topib berdi. Mu M1 J. M2 J bor. A bor. M1 M2 hamma narsa bor. Faqat F topish so'radi. Oxirgi ikkisi bo'ladi, to'g'ri? Savollar bor. Xullas, mana aytyaptim, misolda, tekislikning balandligi 1.2 metr deyapti. Balandligi, uzunligi 18 metr deyapti. Qiyomat burchagi alfa, burchagi. Yukni bu tekislikda tekis ko'tarish uchun 250 newton kuch kerak deyapti. Mana F kuch qanchaga? 250 newton. Ya'ni tekis ko'tarish degan qanday? Mana jism turibdi, sekin sudrab olib chiqib ketadi. Tushunadingmi? Tushunadi. Jism turibdi tekislikda. Sudrab olib chiqadi. O'sha sudrab olib chiqish uchun 250 newton kuch kerak. Jismning massasi o'zi 18 kilo. 18 kilolik yuk massali jism. Endi shunday bo'ladigan bo'lsa, ishqalanish kuchi qancha deb ishqalanishni nima qilyapti? So'rayapti. Agar harakat tekis bo'lsa, bu degani qarama-qarshi kuchlar teng bo'lishi kerak degani. To'g'rimi?
Tekis harakatda qarama-qarshi kuchlar teng bo'ladi. Tik turgan holatda ham qarama-qarshi kuchlar teng bo'ladi. Endi F kuch 250 newton. F shkalanishni so'ragan. P parallel mana qara. M j sinus alfa. Sinus alfa. Sinus alfa nimaga ketdi? Burchak tarsidan ketdi 1-2. Taqsim yoqshinga ketdi. Uni gipotenuza. Uni 8. Bir taqsim 9 bo'ladi. Bir taqsim 9 bo'ladi. Aha. Endi parallel mana hisoblasak, endi 180 bir sinus alfa bir taqsim 18. Ha. 20 bo'lyapti. 20 bo'ldi. Esh qalanish prinsipi parallel o'rniga nima qo'yamiz aka? 20. Esh qalanish qancha chiqadi? Tushunarlimi? Yechim unchalik qiyin emas. Faqat hamma narsani hisobga olish kerak. Jism agar tekis harakat qilayotgan bo'lsa, demak F kuch mana bu ikkoviga teng yoki undan katta bo'lishi kerak. Endi shu tekis harakat qilgani uchun teng. Agar tezlancha harakat qilganda F bulardan nima bo'ladi? Katta bo'ladi.